oldida tabloda cruise control qizil mashinani znachoga xatosi beryapti. ADAS system error degan yozuv ham chiqayotganini egalari aytdilar, lekin biz ko'rmadik u narsani. Mashina oldin bron plyonka qilingan, lekin hech qanaqa DTP bo'lmagan deyaptilar. Bu yerda kompyuterda ошибкасini ko'rganimizda mana bu oldi chap o'ng taraf mirror datchiklarida ошибка bor deb ko'rsatdi kompyuter. Joyida turibdi. Bamperga yetishganimizda mana bu taraf bloki chiqib ketgan. O'zini joyi o'tdi. Shuni hisobiga cruise control ishlamagan, ошибкasi bergan. Bu holat nimadan bo'lgan noma'lum. Balki oldin bamperga yetishganda yaxshilab qotirishmagan bo'lishi mumkin yoki chiqib ketgan bo'lishi mumkin, qanaqadir turtilish bo'lgan bo'lsa, o'zidan o'zi bu chiqadigan narsa emas. Ko'ryapsizlar, 4 ta noshkada turadi. Mana bittasi chiqmagan. Hozir bundoq kuch ishlatib chiqaraman siz ham chiqmaydi. Bu yoq tarafi qanaqadir holatda nimadir sabab bo'lib chiqib ketgan. Buni joyiga o'rnatamiz, kalibrovkalarini qilamiz. Xudo xolisa, shundan keyin ошибкалari qaytib chiqmaydi. Xo'p, datchigini joyiga qotirdi. Xudo xolisa, shatat qilmaydi, o'ynamaydi. Endi bamper ham chiroyli qilib yig'orsa bo'ldi. Je lui ai dit aime-moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Tashqari oldirishayotgan tegiga setka qo'yib berdi. Setkani ahamiyat bersanglar, teshiklari katta-katta, yiri-yiri. Mayda teshikli setkalarda havo o'tishi qiyinlashi, ventilyatorlar postoyanli ishlab qolishi, radiator yaxshi sovmasligiga olib keladi. O'shaning uchun iloji boricha yiri teshiklari katta bo'lgan setka qo'yildi. Bu setka sizlarni radiatorlarni toshlatib, teshilib qolishini oldini oladi. J'avais l'air triste ou net et ça tombe bien, t'as les épaules solides. Un peu de réconfort, tu me parles et t'apprends à quel point j'ai souffert. Je suis une enfant de la guerre qui cache ses sentiments à des milliers de pieds sous terre. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine, amie.